Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari va hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, hatto shoshilinch xabarni bo'lishmoqchiman. Sizning cho'ntagingizga, oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qiladigan va aprel oyining oxirigacha shoshilinch ravishda bajarishingiz shart bo'lgan o'zgarishlar haqida so'z boradi. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun xushomad darajasida muhimdir. Agar siz bu ishlarni aprel oyining oxirigacha qilmasangiz, jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, hatto sezilarli miqdordagi imtiyozlarni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Chunki bugungi ma'lumot sizning kelajagingiz uchun kritik ahamiyatga ega. Asosiy muammo shundaki, hukumat kommunal to'lovlar uchun ajratiladigan subsidiyalarni berish tartibiga jiddiy o'zgarishlar kiritdi. Avval qanday edi? Ko'pchilik aholi qatlamlari, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, nafaqaxo'rlar va nogironligi bo'lgan shaxslar ma'lum bir miqdordagi subsidiyani avtomatik ravishda yoki juda soddalashtirilgan tartibda olardilar. Ya'ni sizga tegishli bo'lgan ijtimoiy toifaga mansub bo'lsangiz, davlat sizga yordam deyarli hech qanday ortiqcha hujjatlarsiz, ba'zan hatto arziz ham taqdim etardi. Bu tizim ko'pchilik uchun qulay edi, ammo ba'zida subsidiyalar haqiqiy ehtiyojmandlarga emas, balki rasmiy ma'lumotlar asosida qulaylikka ega bo'lganlarga ham berilib ketishi kuzatilgan. Masalan, ishlamaydigan, ammo rasman ro'yxatdan o'tgan shaxslar yoki doimiy daromadi yuqori bo'lsa-da, kam ta'minlangan ro'yxatda turganlar ham ushbu imtiyozlardan foydalangan holatlar bor edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy adolatni ta'minlash, budjet mablag'larini yanada samarali sarflash va subsidiyalarni faqatgina haqiqiy ehtiyojmand oilalarga yo'naltirish maqsadida yangi tartibotni joriy etdi. Bu yangi tartibga ko'ra, siz avval subsidiya olgan bo'lsangiz ham, endi qaytadan yanada qat'iyroq shartlar asosida murojaat qilishingiz va o'z ehtiyojmandligingizni hujjatlar bilan tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon avvalgidan ancha murakkabroq, batafsilroq va eng muhimi, uning amal qilish muddati cheklangan. Aprel oyining oxirigacha, shu muddatgacha murojaat qilmaganlar mavjud subsidiyalardan mahrum bo'lishlari yoki ularning miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Bu degani, may oyidan boshlab sizning kommunal to'lovlaringiz ancha oshishi, bu esa oilaviy byudjetingizga jiddiy zarba berishi ehtimoli bor. Keling, bu o'zgarishlarni batafsilroq ko'rib chiqaylik. Kimlar uchun bu ayniqsa muhim va kimlar uchun xavotirlanishga hojat yo'q. Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, bu o'zgarishlar asosan kommunal xizmatlar, ya'ni elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va qattiq maishiy chiqindilarni olib ketish xizmatlari uchun beriladigan subsidiyalarga tegishli. Qaysi toifadagi fuqarolar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda, oldinroq kommunal xizmatlar uchun subsidiya olgan barcha oilalar va fuqarolar diqqatli bo'lishlari shart. Bu oilalar odatda kam ta'minlangan, ko'p bolali boquvchisini yo'qotgan, nafaqaxo'rlar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar. Agarda siz ushbu toifalarga mansub bo'lib, avvalgi oylarda ma'lum miqdordagi subsidiyani olgan bo'lsangiz, ya'ni kommunal to'lov qog'ozingizda davlat tomonidan qoplangan summa ko'rsatilgan bo'lsa, sizning holatingizda qayta ro'yxatdan o'tish zarur. Ikkinchi toifa bu subsidiyaga ehtiyoji borligini his qilgan, ammo avval murojaat qilmagan fuqarolar. Yangi tizim ularga ham imkoniyatlar yaratadi. Biroq ular ham aprel oyining oxirigacha arizalarni topshirishlari lozim. Uchinchi toifa bu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar ro'yxatida temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari va boshqalar turuvchi fuqarolar. Ushbu daftarlarda bo'lishlik avtomatik ravishda subsidiya olishni kafolatlamaydi. Endi ular ham umumiy tartibda murojaat qilib, o'z ehtiyojmandligini tasdiqlashlari shart. Keling, raqamlar va real hayotiy misollar bilan tushuntiray. Misol 1. Toshkent shahrida yashovchi 2 farzandli ishlamaydigan ona va nafaqaxo'r otadan iborat oilani olaylik. Ularning jami oylik daromadi otasining nafaqasi hisobiga 20 million 200 ming so'm edi. Oldinlari ular kam ta'minlangan oila sifatida har oy elektr energiya uchun 100 ming so'm, gaz uchun naqd 1000 so'm, suv uchun naqd 1000 so'm, jami 220 ming so'm miqdorda subsidiya olishardi. Yangi qoidalar bo'yicha esa oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi hisoblanadi. Bu oilada 4 kishi bor. Shuning uchun 1000 ming, 200 ming, 300 ming so'm. Yangi qoidaga ko'ra, oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromadi mamlakatdagi eng kam iste'mol xarajatlardan
Hozirda bu ko'rsatkich 5-7 ming so'm atrofida deb hisoblaylik, past bo'lishi kerak. Bu misolda oilaning jon boshiga daromadi 30 ming so'm bo'lgani uchun ular hali ham subsidiyaga munosib. Ammo ular aprel oyining oxirigacha davlat xizmatlari markaziga borib, barcha hujjatlarni topshirib, qayta ro'yxatdan o'tishlari shart. Aks holda may oyidan boshlab ular 220 ming so'm subsidiyadan mahrum bo'lib, kommunal to'lovlarni to'liq o'z cho'ntaklaridan qoplashlariga to'g'ri keladi. Bu esa ular uchun 220 ming so'm miqdorida ortiqcha xarajat degani. Misol 2, qishloq joyda yashovchi 5 nafar farzandi bor dehqon oilasi. O'ta qishloq xo'jaligida fasl bo'yicha ishlaydi. Ona uy bekasi. Ularning rasmiy daromadlari juda kam ko'rsatilgan. Chunki otaning ishi mavsumiy. Oldinlari ular bolalar soni ko'pligi sababli kam ta'minlangan deb hisoblanib, katta miqdorda subsidiya olishardi. Masalan, 300 ming so'm. Yangi qoidaga ko'ra, oilaning umumiy daromadi so'nggi 6 oy ichidagi o'rtacha ko'rsatkich bo'yicha hisoblanadi. Agarda otaning yozgi mavsumdagi daromadlari hisobga olinganda, oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi belgilangan chegaradan oshib ketsa, masalan 600 ming so'mga yetib qolsa, ular subsidiyadan mahrum bo'lishlari yoki subsidiyaning miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Ular ham aprel oyining oxirigacha barcha hujjatlar, jumladan mavsumiy daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar bilan murojaat qilishlari shart. Agar topshirmasalar, may oyidan boshlab 300 ming so'm subsidiyasiz qolishadi. Bu ularning dehqonchilikdan olgan daromadining sezilarli qismini kommunal to'lovlarga yo'naltirishga majbur qiladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning oilangiz daromadi yetarlicha yuqori bo'lsa va siz avvaldan hech qanday subsidiya olmagan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Ya'ni agar siz kommunal to'lovlarni doim to'liq to'lagan bo'lsangiz va davlatdan hech qanday yordam olmagan bo'lsangiz, sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmaydi. Shuningdek, agarda siz avval ham daromadingiz yetarliligi sababli subsidiyaga loyiq emas deb topilgan bo'lsangiz, hozirgi o'zgarishlar sizning holatingizni o'zgartirmaydi. Biroq shunga qaramay, har bir fuqaroning o'z oilaviy holatini diqqat bilan tahlil qilib chiqishi maqsadga muvofiqdir. Chunki daromadlar o'zgarishi yoki oila tarkibida yangi a'zolar paydo bo'lishi hisobiga siz endi subsidiya olish huquqiga ega bo'lishingiz ham mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qoidalardagi istisnolar, yashirin tuzoqlar va noaniq jihatlar. Chunki har qanday yangi tizimda doimo shunday joylar mavjud bo'ladi. Birinchi istisno ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar, shuningdek boshqa qonun bilan belgilangan imtiyozli shaxslar uchun avvalgi subsidiyalash tartibi qisman saqlanib qolishi mumkin. Ammo shunga qaramay, ularga ham o'z imtiyozlarini tasdiqlash uchun tegishli hujjatlarni taqdim etish tavsiya etiladi. Sabab ba'zida ma'lumotlar bazalarida noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Har ehtimolga qarshi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'z holatingizni aniqlashtirib olishingiz ortiqcha bo'lmaydi. Bu hatto avtomatik tarzda subsidiyalar olinadigan holatlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, daromadlarni hisoblashdagi noaniqliklar. Yangi tizimda oilaning so'nggi 6 oylik o'rtacha oylik daromadi hisobga olinadi. Bu juda muhim nuans. Ko'pchilik faqat oxirgi oyning daromadini ko'rsatib xato qiladi. Masalan, kimdir o'tgan yili katta bonus olgan bo'lsa yoki faslga qarab yuqori daromadga ega bo'lgan bo'lsa, bu ham umumiy o'rtacha daromadni oshirib yuborishi mumkin. Natijada sizning joriy oydagi daromadingiz past bo'lsa ham, oldingi yuqori daromadlar hisobiga subsidiyadan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalarni yig'ishda aynan so'nggi 6 oyga e'tibor qaratish, har bir oy uchun alohida ma'lumotnoma talab qilish yoki bu haqda ish beruvchingizdan aniq ma'lumotnoma berishini so'rashingiz kerak bo'ladi. Mavsumiy ishlaydigan dehqonlar, quruvchilar yoki boshqa kasb egalari uchun bu holat ayniqsa muhim. Ular o'z daromadlarining notekisligini hujjatlar bilan isbotlashlari lozim bo'ladi. Aks holda yuqori daromadli oylar sababli ularning o'rtacha daromadi oshib ketib, subsidiyadan mahrum bo'lishlari mumkin. Uchinchi noaniq jihat, oilaning tarkibi va uning o'zgarishlari. Oilaning a'zolar soni, ularning yoshi va nogironlik holati subsidiyaning miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizning oilangiz tarkibida o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, masalan, farzand tug'ilgan, kimdir vafot etgan yoki kimdir turmush qurib oiladan ajralib chiqqan bo'lsa, bu haqda ham
davlat organlariga xabar berishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Misol uchun, yangi tug'ilgan chaqaloq oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni avtomatik ravishda kamaytiradi va bu sizning subsidiyaga loyiqligingizni oshirishi mumkin. Biroq agar siz bu haqda ma'lum qilmasangiz, chaqaloqning hisobi olinmaydi va siz kamroq subsidiya olishingiz mumkin. Turmush qurib alohida yashay boshlagan farzand esa oila tarkibidan chiqarilishi kerak. Bu uning daromadini oilaning umumiy daromadiga qo'shilishini oldini oladi. Bunday o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirish noto'g'ri hisob-kitoblarga olib keladi. 4-tuzoq hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik. Ko'pchilik zarur hujjatlar ro'yxatini to'liq bilmaydi va ba'zi muhim hujjatlarni unutib qoldiradi. Masalan, ba'zan oila a'zolarining kadastr hujjatlari, bank hisob varaqlaridagi harakatlar to'g'risidagi ma'lumotlar ham talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa notarial tasdiqlangan mol-mulk, uy-joy kadastr hujjatlari va transport vositalariga egalik haqidagi ma'lumotnomalarga tegishli. Agar sizning nomingizda bir nechta ko'chmas mulk bo'lsa, bu sizning ehtiyojmandlik darajangizga shubha tug'dirishi mumkin. Shuning uchun davlat xizmatlari markaziga borishdan oldin barcha zarur hujjatlar ro'yxatini oldindan aniqlab olishni tavsiya qilaman. Hujjatlar ro'yxati sizning oilaviy holatingizga qarab farq qilishi mumkin. Bu haqida hozir batafsilroq gaplashamiz. Endi esa eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar. Eslatib o'taman, sizda aprel oyining oxirigacha vaqt bor. Shuning uchun hozirda darhol harakat qilishingiz shart. Birinchi qadam. Barcha oila a'zolarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Bu avvalo har bir oila a'zosining pasporti yoki ID kartasi, bolalar uchun tug'ilish haqidagi guvohnoma. Agarda oila a'zolaridan kimdir vafot etgan bo'lsa, o'lim haqidagi guvohnoma nusxasi ham zarur. Shuningdek, oila holatini tasdiqlovchi nikoh yoki nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnomalar ham kerak bo'ladi. Bu hujjatlarning asl nusxalari va nusxalari bilan boring. Ikkinchi qadam. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalarni yig'ing. Bu eng muhim qadam. Har bir ishlaydigan oila a'zosi, shu jumladan nafaqaxo'rlar ham so'nggi 6 oy ichidagi o'rtacha oylik daromadi to'g'risidagi ma'lumotnomani ish joyidan, buxgalteriyadan, nafaqa fondidan nafaqaxo'rlar uchun yoki tadbirkorlik faoliyatidan olgan daromadlari haqidagi ma'lumotnomani soliq organlaridan olishlari kerak. Agar siz ishchi bo'lsangiz, buxgalteriyadan oxirgi 6 oyda har oy uchun ajratilgan ish haqi va boshqa to'lovlar, mukofotlar, qo'shimcha ish haqi haqidagi ma'lumotnomani oling. Bu ma'lumotnomada har oy uchun alohida ko'rsatilgan summalarning bo'lishi juda muhim. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan Xalq banki orqali so'nggi 6 oydagi olingan nafaqaning miqdori haqida ma'lumotnoma oling. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, Davlat soliq qo'mitasining hududiy bo'limidan oxirgi 6 oydagi rasmiy deklaratsiya qilingan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomani oling. Agar siz yer uchastkasiga ega bo'lib, qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, qishloq fuqarolar yig'inidan yoki tegishli mahalla qo'mitasidan o'zingizning daromadingiz haqida ma'lumotnoma oling. Bu yerda sizning fasli daromadingiz hisobga olinadi. Agar siz ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsiz deb ro'yxatga olinganligingiz va ishsizlik nafaqasi olmasligingiz haqida ma'lumotnoma oling. 3-qadam, kommunal xizmatlarga oid hujjatlarni tayyorlang. Bu sizning elektr energiyasi, gaz, suv va chiqindilar uchun to'lagan to'lov qog'ozlaringizning oxirgi nusxalari yoki ularni tasdiqlovchi cheklar bo'lishi mumkin. Bu davlat xizmatlari markaziga sizning manzilingiz bo'yicha kommunal xizmatlar bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirishda yordam beradi. 4-qadam, davlat xizmatlari markaziga boring. Barcha hujjatlaringizni to'liq tayyorlaganingizga ishonch hosil qilib, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Aytish joizki, barcha hujjatlaringiz tartibli va to'liq bo'lishi jarayonni ancha tezlashtiradi. Davlat xizmatlari markazida sizga ariza blankasi beriladi. Bu arizani namunaviy shaklda to'ldirasiz. Agar savollaringiz bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi xodimdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga har bir bo'limni to'g'ri to'ldirishga ko'maklashadi. Arizani to'ldirayotganda barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiritganingizga ishonch hosil qiling. Noto'g'ri yoki chala ma'lumotlar arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. 5-qadam, ma'lumotlarning tekshirilishini kuting va xabardor bo'ling. Arizangizni topshirganingizdan so'ng davlat xizmatlari markazi sizning ma'lumotlaringizni tegishli davlat organlari bilan birgalikda tekshiradi.
Bu jarayon ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Arizangizning holatini sizga berilgan maxsus oyda raqam orqali onlayn tekshirish imkoniyati ham mavjud. Yoki belgilangan muddat ichida sizning telefon raqamingizga SMS xabar kelishi mumkin. Subsidiyaning ajratilgani yoki rad etilganligi to'g'risidagi qaror haqida sizga albatta xabar beriladi. Yana bir muhim jihat, agarda sizning arizangiz rad etilsa, rad etilish sababini aniq tushunib oling. Ba'zan sabab hujjatlardagi kichik xatolar yoki ma'lumotlardagi noaniqliklar bo'lishi mumkin. Bunday hollarda sabablarni bartaraf etib, qaytadan murojaat qilish imkoniyatingiz bor. Ammo shoshilish kerak. Aprel oyining oxirgi kuni bu jarayonni yakunlash uchun oxirgi muddat hisoblanadi. Shuningdek, shuni ham yodda tutingki, sizga ajratiladigan subsidiya miqdori sizning oilangizning umumiy daromadi. Oila a'zolarining soni va kommunal xizmatlar uchun to'lanadigan to'lovlar miqdoriga qarab farq qiladi. Bu miqdor har doim ham avvalgidek bo'lmasligi mumkin. Eng asosiysi o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozdan mahrum bo'lib qolmaslikdir. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy o'zgarishlar haqida edi. Kommunal to'lovlar subsidiyasini olish tartibidagi yangiliklar, qayta ro'yxatdan o'tish zarurati va buning uchun aprel oyining oxirigacha belgilangan qattiq muddatni esingizdan chiqarmang. Hech bir holatda beparvo bo'lmang. Chunki vaqt juda oz qoldi. Aytib o'tganimdek, may oyidan boshlab sizning to'lov qog'ozlaringizda yoqimsiz kutilmagan holatlar paydo bo'lishining oldini olish uchun bugundan harakat qiling. Davlat xizmatlari markaziga boring. Barcha kerakli hujjatlarni to'plang va arizangizni topshiring. O'z huquqlaringizni himoya qiling va davlat tomonidan beriladigan imkoniyatlardan to'liq foydalaning. Umid qilamanki, bugungi videom siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ushbu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Siz ham subsidiyalardan foydalanasizmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz har doim sizni eng muhim va dolzarb ma'lumotlar bilan xabardor qilib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.